Bugungi videoda sizlar bilan xalq orasida uch oyoq nomini olgan fotoradardan keladigan jarimani bekor qilish to'g'risida gaplashamiz. Ushbu jarimani bekor qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 309 prim 1-moddasiga muvofiq maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari tomonidan qayd etilgan jarimalar huquqbuzar ishtirokisiz rasmiylashtirilishi belgilangan. Ya'ni temir ustunga o'rnatilgan radar tomonidan chiqarilgan jarimada sizni ishtirokingiz talab qilinmaydi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu va jarima avtomatik tarzda chiqadi. Endi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 17-iyuldagi 429-sonli qarorida ushbu texnika vositalari yoniga qo'shimcha ravishda ko'chma fotoradarlar ham kiritib ketilgan. Bu holatda ikkita normativ huquqiy hujjat bir-biriga zid kelmoqda. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 429-sonli qarori hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining normalari bir-biriga zid kelgan. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi kodeksining 18-moddasiga muvofiq, agar normativ huquqiy hujjatlar bir-biriga zid kelgan taqdirda uni yuridik kuchi yuqori bo'lgani inobatga olinishi belgilangan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 309-prim 1-moddasidagi norma inobatga olinadi. Agar siz ushbu asosni sudga keltirib bergan holatingizda sud sizga belgilangan va uch oyoq tomonidan qayd etilgan jarimani bekor qiladi. Agar sizga ham ushbu holatda jarima qo'llanilgan bo'lsa, direktdan murojaat qiling. Da'vo arizasini sizga tashlab beramiz. Ushbu videoni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.